Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xolasa yana bir obyektimizni video obzorini qilamiz. Konteyner materialidan bo'lgan obyektimiz. Xo'p, oldida shapkalari bilan qilindi. Xudo xolasa mana ko'rib turganlaringizdek, shivillerdan sarrob tashalgan holati. Bir tomonlama suv ketadigan naveslarimiz ham qo'shilgan. Mana bu tomonlariga loy bosilgan holati, mana darvozaxonadan kiraverishi loy bosilgan holatlari. Xudo xolasa bemalol loylarni bosib, o'ylanmasdan loy bosilaveradi. Pena bossa ham bo'laveradi, loy bossa ham bo'laveradigan variantda qilinyapti. Endi kichkinaligining hisobiga loy bossa bo'laveradi. Kattaroq ob'yomlar bo'ladigan bo'lsa, tay tomonlari 2 qavat bo'ladi. Katta ob'yomlarga shunaqa qilib beramiz loy bosadigan odamlarga. Mana figuralarni ko'rib turibsizlar. Bu tomimiz Xudo xolasa juda chiroyli holatda bo'ldi. Oldida figurasi chiqqan holatlarida mana ichkari taraflari mana divayni holatda bo'lgan. Ichida bemalol foydalansa bo'laveradi. Xudo xolasa boloxona qilib, misol bir ishlasa bo'laveradigan holatda qilindi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Juda chiroyli holatda bo'ldi. Konteyner materiallaridan. Konteyner materiali, lekin konteyner profili boshqa narsa, konteyner materiali boshqa narsa. Ko'pchilik shundan adashyapti. Konteyner profilidan deb turalik 4x4 4x4 profilda aytishyapti. Bizniki sal boshqacharoq materialimiz. S shaklida bo'ladi, ikkitasi bitta bo'ladi. O'sha profilga o'xshagan holatda bo'ladi bizniki ham, lekin prosta chista profil emas. Ko'pchilik shuni aytib qo'yaylik, telefon qilishib profildan qilyapsizlar ekan deyapti. Lekin unaqa profildan qilinmaydi. Bizniki sal boshqacharoq variantda. Choki bitta joyga tushib qolmaydigan variantda qilinadi. Shuning hisobiga bizniki ham sal baquvvatroq bo'ladi. Sti bitta joyga tushib qolgan hisobiga nagruskani ko'tarib beradi, Xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar. Mana hozir mansatli tom qilingan holatda mana. Burchak qismlari mana ko'rib turganlaringizdek, o'zimizda shu reykalariga ham shu materialdan ishlatilgan S shaklida. Ko'rib turibsizlar, juda chiroyli, juda baquvvat holatda bo'ldi, Xudo xolasa. Mana bemalol past qismidan ham misol foydalansa joylari konvert joylari bo'ladi. Juda chiroyli holatda, baquvvat holatda. Mana bu tomonda ko'rinishlari mana. Bemalol telefon qilaverasizlar. 99lik kimga shunaqa obyektlar bo'lsa, 74 bemalol telefon qilaverasizlar. Video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. Videomizni yoqsa bittadan like bosib qo'yinglar, Xudo xolasa. Obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Agar sizlarga ham